Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. Men Ahtamad Dildora Navoiy viloyati Navoiy shahridan chiqaman. Mana necha kundan beri bir post qo'yibman, O'zbekistonda ko'rganmisiz yo'qmi? Men adolat so'rab chiqaman. Sabab men ikki farzand onasiman. Ko'p yillardan beri Navoiy AJda 2008-yildan beri ish faoliyatim olib bormoqdaman. O'zi yoshligimdan beri sog'lom ayol edim. Bitta qizni qilgan xatosi deb bir umr mana aziyat chekishga majburman. Lekin prokurorlar, vrachlar urushni bosti qilib yopishgan 2019-yil 7-avgust kuni Navoiy AJning terapiya bo'limida ishlayotgan Sevara tomonidan chiqarib aytdim. O'nlarda yaqin mening o'ng dumma sohamga qilingan nervdagi ukol tufayli hozirda aziyat chekib kelyapman. Nima sababdan? Mayli, men kechirdim. Menda hamma isbot, dalil, qo'limdan kelsa hammasi bor. Bosti qilishdi, prokuror o'rtaga tushdi. Qo'y bo'ldi. Zavodgacha bordi. Sizdan bo'lgan ayb, nima qilasizlar, buni qiynabdi-da. Nima sababdan nervopatologimiz menga bel sohasi, umurtqasi pog'onasi bo'lgan. Meni belimda hech qanaqa grija yo'q. Men nervdan aziyat chekkanman. Meni oyog'im shishib ketadi. Hozir bir oyog'im ariq, bitta oyog'im semiz. Men reabilitatsiyaga yozdim. Men shu narsaga ahamiyat ko'p beraman-da. Bular nima qo'ygan tashxis deydi-da, o'sha postdagi qizlar tepani olib o'shanday qilib yozadi. Ani endi keyin bizlar FTIKka borganda FTIK bizani qaytaryapti. Lekin yozilgan pastida nima desam ekan? Yozgan tepada kartani yozganda quymish nervdan deyapti-da, yengil darajasi deyapti. Nima uchun? Yurak, pnevmokardiya, oyoq yaxshi ishlamasligi, hammasi pastda yozilyapti. Lekin u o'tmayapti pastdagilar. Tepadagisi o'tyapti. Yaxshi tekshirib, yaxshi xulosa qo'yib, komissiyonni yig'ilib chora ko'rishim. Men Nazir akadan noroziman. Nazir akaga qonuniy chora ko'rishimiz. Nervopatologimiz deb men ana shu qaytyapman. Nima menda adovati bormi, husumati bormi? Men uni kechirdim u qizda. Nima uchun yana shunaqa davom etyapti? Agar shu narsa kerak ekan, dakansa boramiz. Kerak bo'lsa menga производствоni tiramanmi, zavoddan bo'lganmanmi? Oxirgacha men buni qachongacha menga hech kim zavod yordam bermasa, moddiy mana umuman yordam bermasa, men qiynalib ketdim, o'zim pulimga davolanaverib.